Yuzi tiniq oq, ko'zlari moviy, ahvolidan 4-5 kishi zo'rlaganligi bilinib turardi. Uni bag'rimga bosdim. U xona tomon asta yurdim. Eshikni biroz ochib tirqichdan asta qaradim. Ichkarida bir ayol sharpasiga ko'zim tushdi. Ko'rinishi bir ahvol, sochlari to'zg'igan, qo'l oyog'i tirnalgan holda o'tirardi. "Singlim tuzukmisiz?" dedim past ovozda. U indamadi, faqat yig'lab o'tirardi. Asta yaqinroq bordim. Balki yordamim tegar. Ayol hech qanday emotsiya bildirmadi. Xuddi qulog'i eshitmaydigan odamday meni kelganimni sezmadi ham. Ichimda nimadir "To'xta, uni oldiga borma" dedi. Svet o'chiqligi ham yodimda yo'q. Qo'limdagi fonarni ushlagancha. Nafsim tufaylimi yoki rostdan unga yaxshilik qilmoqchi edimmi? Ayol tomon yaqinlashdim. Uni oldiga o'tirdim. "Sizga nima bo'ldi? Kech bo'lganda bu yerda nima qilyapsiz?" dedim. U boshini ko'tardi. Bo'yni va yelkalari qizarib ketgan. Yuzlari biroz tirnalgan, lekin u nihoyatda go'zal edi. Yuzi tiniq oq, ko'zlari moviy, ahvolidan 4-5 kishi zo'rlaganligi bilinib turardi. Uni bag'rimga bosdim. Sochlarini silab, "Hammasi yaxshi bo'ladi, qo'rqishga hojat yo'q. Bugun men bilan tunab qolishingiz mumkin" dedim. U tinmasdan yig'lardi. Ko'z yoshlari kiyimlarimni ho'l qilib tashladi. Hikoya sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib menga obuna bo'ling. Ertaga davomini qo'yaman.